Өткен сafar J-Mobile'ga barib ko'rgan edik. Ko'pchilik kommentariyaga Apple Plus'ga baringlar debdi. Bizlar esa barib ko'ramiz. Assalomu alaykum ag'a. Proyektni boshlaganimizdan beri ko'pchilik Apple Plus'ga barib ko'ringlar dedi. Bizlar keldik. Narx-navolar bilan bir tanishtirib o'tarsangiz. Hop, başını aytib o'tadigan bo'lsak, bizlarda ko'pchilik telefonlar bo'shni. Agar sizga paket telefonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, paket telefonlarimiz ham bor. iPhone, Redmi, Samsung har turidan. Bo'shni telefonlarimiz bu bir qismi bo'ladi. Undan tashqari yana boshqa bu yoqdan bor. Narxini tanishtiradigan bo'lsak, boshlang'ich narxlarni aytib o'tib ketamiz. iPhone 13 Pro'larimiz 350 dollardan boshlanadi. 14 Pro'larimiz bor. 550 dollardan boshlanadi. 13 Pro Max ko'pchilikka yoqadi. 515 dollardan boshlanadi. 14 Pro Max'larimiz 690 dollardan boshlanadi. Sotsiallar ideal 14 Pro Max assortimentimiz ko'p. Yaqinlar bilasizlar, Apple Plus'ning avvalgi 62 ming podpischisi bor akkaunti blok bo'lib ketdi. Apple Plus toza akkaunt ochgan, eng qizig'i 1000 dona bo'ladigan bo'lsak, podpischiklarning ichida qiziqarli o'yin aksiyalar bo'lacak. Shuning uchun podpiska bosib keting, bizlar esa davom etamiz. 15 Pro, 15 Pro Max'larimiz, iPhone 5'lerimiz 550 dollardan boshlanadi. 15 Pro'larimiz 690 dollardan boshlanadi. 15 Pro Max'larimiz 800 dollardan boshlanadi. 16 Pro 850 dollar, 16 Pro Max'larimiz 990 dollar, 1150 dollar. 512 256 lik narxi yo'nqisine qarab bahasi o'zgarib ketaveradi. Ağa, men o'zimda 16 Pro Max bor. O telefonni boshqasini almashtirajak bo'lsam, sizlarda trading va boshqa xizmatlar bormi? Ustun pulini chit bilamiz. Xo'p, sizda telefon bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 16 Pro Max'ingiz bor ekan, 17 olajak bo'lsangiz, 16 Pro Max hisoblab olamiz. Ustining pulini naqd, muddatli to'lov, har turli variantdan chiqarib beramiz. Muddatli to'lovning ekstra variantlari bor. Pasport plastika, pasportning o'zini davlat ishchilari uchun pasport plastiki shunga o'xshash narsalar bilan kelsa, hisoblab oylik to'lovni hisoblab beramiz. Qalagan yer bilan solishtirib ko'raveradi. Eng arzon oylik to'lov bilan chiqarib beramiz xudo xohlasa. Ağa, bizlarning podpischilari qandaydir bir bonuslar bormi? Sizlarning atingizdan kelsa, borib ko'ramizning atingizdan deb kelsa, bo'shni telefonlarga 20 dollar skidkamiz bor. Undan tashqari do'konimizda tarozi o'yini bo'lib turibdi. Shartini qisqa tushuntirib o'tadigan bo'lsak, qo'lingizga telefon beriladi. Grammini taroziga qo'ymasdan to'g'ri to'g'atan bo'lsangiz 1 million so'm pul mukofoti beriladi. Chexoli laminatli kakabisini bor. Undan tashqari 20 dollar borib ko'ramizning obunachilari uchun. Eshitdinglar, barib ko'ramizning nomidan kelayotgan bo'lsak, bo'shni telefon olsangiz, sizlarga 20 dollar skidka qilib beradi ekan. Undan tashqari qiziqarli o'yinlarimiz ketayotar ekan, qo'lingizga любой bir telefonni beramiz. Shu telefonning grammini tavib olsanglar 1 million so'm utib ketishingiz mumkin. Yana bir marta eslatib beramiz. Yaqinlar Apple Plus'ning toza akkaunt ochgan, podpiska bosib qo'yinglar. 1000 dona bo'ladigan bo'lsa, obunachilarning ichidan qiziqarli o'yin aksiyalar o'tkazadi ekan. Podpiska bosib qo'yishni unutmang. Keyingi safar qayerga borib ko'ring, kommentariyga yozib keting.